Menda doim bilasizlar, miskinlarni nogironlik holatidagi xasta bo'lib to'shakda yotganlarning oldiga boraman-da, har hafta borganimda och qolsam ham tanam sog'ligi, ikki oyog'im yurib turganligi, ko'zimni ko'rib turganligi, burnim nafas olayotganligi, nima deydi, ertalab turganimda oilamni ko'ra olishligim. Mana hozir shu yerda hamma bir-birimizni ko'rib turibmiz, to'g'rimi? Shu yerda nafas olayapmiz, yura olayapmiz. Bu eng katta baxt. Shuning uchun bugungi kuningizda rozimisiz? Marhamat, roziman. Rahmat. Namangandan Ashaddiy ukam muxlisim. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat jonim bolam. Oyoq qo'lim salomi, yurganimga roziman. Bu dunyoni